vatandaş. Bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiya da sılğa jirozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 3. ayının 26. gün heptiki Seyşembe vatandaş. Her günü soğuk. 4. ay kelip oldu, her günü soğuk. Tabiattaki özgürlük bu. Bugünkü vaziyetimiz ve leksiyemizi sektörünü silahı sözüldük. Tayvan meselesiyle alakadar Cungo'nun ifadesiyle alakadar Amerika Koşmuş Ştatları ve Japonya'nın ifadesi ve şundak degen edik yakında belki Tokyo'da dedik Amerika Koşmuş Ştatları bilen Japonya Filipin üç devlet rehberleri yığın açırdı. Yukarı derecelik söhbet ötküzüdü dedik. Bugünkü ahvaldan qaraganda bu söhbet başka söhbet oxşaydı. Mesela 4. ayının 10. günü yani bir qatam Japonya'nın veziri Fumio Kishida Washington'u ziyaret qildigan bo'ldi. O'tgan yil 2023 yil esingizda Fumio Kishida ve Çavuşan'ın Kore'nin başlığı 2 nefer devlet rehberi ondan Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden David Lager'da yığın açtı, katlı yığın söhbet ötküzdü vatandaş. Endi bu kıtım 4. ayının 10. günü Japonya'nın veziri Fumio Kishida Washington'a ziyaret kildigan oldu. Prezident Joe Biden bilen Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden bilen yeni bir hüccet. Yani ortak müdafaa şartnamesiydi. İmzalanıp 60 yıl ötkenden keyinki bugünkü günde Amerika-Japonya oturuşudaki kelişim ve şartnamalarının mezmunu özgertiş kirgizishine ait zor derecede, hatta mislsiz derecede müdafaa şartnamesinin mezmununu yenilaş ve ıslah qilish. Bu qatimki söhbetning mezmunu bo'ladigan o'xshaydi vatandosh. Biz shunga munosabatlik bugun sizlarga leksiya so'zlaymiz. Avval qisqacha bir vaziyat to'g'risida bir abzas. Ekranda Jungoni tarmar qilish. Amerika Qo'shma Shtatlar Kengash palatasi qo'lida 6 türlü kozor. Jungo tarixinin külüge aylandırmakçı oldu. Yani Jungo'nu tarixinin külüge aylandırmakçı oldu. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Kengash Palatasının kolada 6 türlü kozor deydi. Bunu ende yazmış şekilde yetip gelgende vatandaşlar bilen qayta görüştürümüz ve qayta tahlil qilamiz. Bu haber bugün mavzulu haber. Bugün mavzuluk video film 3. ayının 26. günü. Halkılık beytle YouTube vatandaş. Endi resmiye yukarı leksiyamizga qaytib kelaylik mavzumundaq. Urushning qadamlari yaqinlab kelmoqda. Jungo'ga qarşı turuş. Amerika-Japonya 60 yıldan beriki en zor ıslah qilishni planladı. Mavzulu haber 3. ayının 25. günü Erkin Asya'nın Xitoy tili programmasi e'lon qilindi haber. Mundaq başlandı vatandaş. Jungo bilan qarshilashadiganligini xabar qilayotgan bir paytda dunyo matbuotlari Amerika ile Yaponiya birlashib Jungo bilan qarshilashadiganligini xabar qilayotgan bir paytda Yaponiya hukumati 3. ayının 25. günü Amerika bilan Yaponiyaning harbiy hamkorligini qanday kuchaytirishni muhokama qilayotganligini xabar qildi vatandaş. Münasebetlik detallar 4. ayda ötküzülüdüğün Amerika-Japonya yukarı derecelikle söhbeti ilan kılında başlayatkandık. 4. ayının 10. günü Washington'da Fumio Kishida ve Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden söhbet ötküzüldü.
Yaponiya işki kabineti əməldarı Lim Fang Jing haftanın birinci günü muhbirleri kütübeleşiğinde mındaq görsətdi. Amerika ile Yaponiya iki tarafdan harbiy, komandallık ve hukuk cihetki hamkarlık meselesini, mesela harbiy işler hukuku, harbiy işler ortak ve bir tutaş rehberlik kılış hukuku, komandallık hukuku, muş hukuklar meselesini, yani özara hamkarlık ne, özara iktidar ne, yok ürkütüş meselesini muhakeme kılıdı. Çünkü növbəti Yaponiya bir xəterlik meselesi duş gelgen en zor xərəstər. Moşa xəbərə qoyulğan qısqı mavzu dışındaq değildi. Çünkü növbətdə Yaponiya bir xəterlik meselesi de duş gelgen en zor xərəstər. Angliya Pulmamili Gazeti ve Yaponiya mətbuatları diplomatiya sahasını haberledi, nakil keltirip mundaq görsətdi. Kelar ayda Washington'da ötküzülüdüğün Amerika Yaponiya yuqur dercilikler söhbetide ittifaqdaş devletler oturusudaki kelişimge 60 yıldan beri ki en zor derecede ıslah qilish elip berildi ve özgertiş elip berildi. Demek bir yerde 60 yıl burun İttifakdaşlar oturusunda imzalanğan ortak kelişim, ortak müdafiye, bularning mazmuni 60 yıl burunqi vaziyet bilan shunday shaklangan bo'lsa, bugün endi buni o'zgartib, isloh qilib, buning yangi mazmun qo'shilib, islohotga qarta yangi ideyalarni, ya'ni yangi harbiy hamkorlikni bu qatam suhbat orqali mushu kelishimlarga qo'shadi va to'liqlaydi, deydi vatandosh. Cümleden Amerika'nın Yaponiya turuşlu harbiy komandallık organı tertipki seliş. İki tarafdan uruş kılış planı ve harbiy manverini, meşq qilishni iqtidarni yo'q ko'tirish. Matbuotlar xabar qilib bunda ko'rsatdi. Bundan maqsad Jungo'ning Osiyo Tinch okean rayonidagi harbiy kengaymichiligiga taqobil turish. Amerika, Yaponiya o'tirisidagi bu kelishim ve kelishimni to'liqlash, o'zgartish, isloh qilish, qurilma xarakterlik islohot elib berish, bir tutash qo'mondonlik, bir tutash rahbarlik bu masala faqat bir, ya'ni Jungo'ning Osiyo Tinch okeani rayonidagi harbiy kengaymichiligiga qarshi ve taqobil turish. Növbətdə Yaponiyadagi harbiy bazada Amerika Qo'shma Shtatlarining 54 ming kishilik askeri qo'shini bor. Növbətdə Yaponiyada harbiy bazada Amerika Qo'shma Shtatlarining 50 ming kishilik askeri qism qo'shini bor. Rayon xarakterli krizisga taqobil turish uchun Yaponiya, Amerika urushga tayyorlik qilishni jiddiylashtirmoqda. Bu endi Jungo matbuotlarining nazaridagi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiyaning munosabati, navbatdagi munosabati. Buning Jungo matbuotlari qanday qaraydi? Diqqat qiling vatandosh. Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida plan bo'yicha 4-oyning 10-kuni Washingtonni yana bir qatam ziyorat qildi. Yaponiya Amerika munosabati o'rtaq mudofaa shartnomasi imzolangandan keyingi 60 yil mobaynida Amerika Yaponiya munosabati intayin zo'r bir o'zgarish davriga kirib keldi. Kelishim, o'rtaq mudofaa shartnomasi kelishim 60 yil burun imzolandi. Bugünkü günde Amerika Jungo münasebeti fevkalade bir devir. Yani intayin zor özgürlük yüz beriyotgan bir devirge kirib keldi. Yaponiya veziri Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan yangi bir o'rtaq hujjat imzolaydi. Belki bu hujjatni o'zgartirish kirgizadigan qo'mondonlik sistemasiga kirgizadi. Başlayayım dedik. Yaponiya Amerika o'tirisi qo'mondonlik, harbiy qo'mondonlik sistemasi va organning
qobiliyat iqtidorini o'zgartirish, isloh qilish. Yana bir parcha maqolada shundoq deyildiki, hozir vatandosh qo'mondonlik huquqini 4 yıldızlık bir general Amerika Qo'shma Shtatlarining generalining qo'liga topshirdi. Tushundingizmi? Uningdan keyin qo'mondonlik huquqini yerlik yoki harbiy bazalardagi qo'mondonlik organi dal shundoq 4 yıldızlık generalning qo'liga topshirdi. Ciddi payti ciddi bir taraf qilish, ciddi payti ciddi aralashish, ciddi payti ciddi taqobil turish faqat yerlik harbiy bazalardagi jumladan Amerika armiyasining Yaponiyadagi, Koreyadagi harbiy bazalarga beriladigan huquq deydi. Siz bundan Jungo Osiyo Tinch okeanida tavakkalchilik qilamdi. Jungo Tayvan bo'g'zi tavakkalchilik qilamdi. Janubiy dengiz va Filippin taqim orollari atrofida tavakkalchilik qilamdi. Agar shunda g'araz, shunda maqsad bo'lmasa, nemishqa bugun Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya hukumati, ikki hukumat hozircha deb turaylik, ikki davlat deyli. Harbiy bazalarni tartibga solish, harbiy qo'mondonlikni tartibga solish, bir tutash qo'mondonlikni birlashtirish va tartibga solish va buning uchun bu yilning oxirigacha, oxiridan burun Yaponiya ma'lum tashkiliy organ, ya'ni harbiy qo'mondonlik tashkiliy organi qurib chiqish. Mushlarning hammasi mushqatamqi suhbat va yoki bundan burungi tayyorlik oldida, yani başta aytgandek, urushning tahdidi qadamlari qistab kelmoqda. Amerika, Yaponiya birlashib hozir urushga tayyorlik qilishni kuchaytirdi degan mavzu bilan musha fikrni solishtirib bersangiz bo'ladi vatandosh. Shamol kirmaydigan hamkorlik. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya o'tiris. Bo'lib bu harbiy ishlar hamkorligida shamol kirmaydigan hamkorlik. Plan ve birleşme taqobil turish iqtidorini texmi ta'kidlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari ve Yaponiya. Amerika Yaponiya turishi harbiy qismlarning qurilmasini tartibga soladi. Iqtidorini o'stiradi. Yaponiya bo'lsa bu yilning oxirigacha birleşme qo'mondonlik qilishdan iborat bir tashkiliy qurilma yoki rahbarlik organi qurib chiqadi. Biz bundan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya hukumatining navbatdagi Osiyo Tinch okean rayoning vaziyatiga moslashgan holda kechikmay taqobil turish, kechikmay zarba berish, kechikmay harakat ko'tarish. Masalan, bunda huquqni Washington hozir yana boshqa bir maqolada 4 yıldızlık general, Amerikalik bir generalning qo'liga topshirdi. Yaponiya harbiy bazada turishdi. Bu general Yaponiya harbiy bazadagi Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasiga qo'mondonlik qilibla emas, bel Koreyada turishdi. Amerika armiyasiga qo'mondonlik qiladi degan bu xabar bunda keldi bugun vatandosh. Tunugungi vaziyat oldingi kunlik leksiyat nima degan edik? 2024-yil Tayvanning vaziyatida olamshumul o'zgarish yuz berdi degan edik. Shuning munosib holda tunugun biz muhokama qildik, tahlil qildik. Tayvan vaziyati zada qanday vaziyat? Endi bugun yetib kelgan yana bir jumla so'z nima desangiz, Reis Xi Jinping qaysi shaklda birlashtirdi Tayvanni? Yoki qurolli urush, yoki birlashib shijoat maslashish, yoki mayinjuni chaqirib elib bo'lgandek, yoki yana boshqa usul choralar bormi? Bu choralar o'tirg'i chiqmadi. Bugun ketib kelgan bir mavzuda vanmi torbetida nima deyildi desangiz vatandosh? Jiang Jieshi-hua. Masalan, aynı çağda Kuomintang partisining daisi Jiang Jieshi Jungo ve Tayvan to'g'risida nima ish qiladigan va nima gap qiladigan bo'lsa, bugun ham Reis Xi Jinping shundaqla Jiang Jieshi odam bo'lib qoladi, Jiang Jieshi rahbar bo'lib qoladi. 1949-yili Xitoyning Kuomintang partiyasi ichki urushda Jungoda yengilib Tayvanga qochdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu hukumat bu davlatga yüz xatir qilib, endi Yaponiyaning qo'lidan ozod qilgan Tayvanni qechib kelib, vaqtlik makonlashga ajratibdi. Jiang Zemin shu Tayvanda turib 1962-yili cho'ng quruqlikqa hujum qilish planini tuzdi. Shu vaqtida Jungoning ichida haqiqatan moslashdi. Qandoq moslashdi desangiz, Jungo ziyolilari, Jungo adabiyot san'atchilari birlashib, Zavchun Arya, ya'ni Uyg'ur tiliga tarjima qilsangiz, Boshbaharning fevrali deydigan bir kinoni ishlab chiqarib, Jungo jamiyatida qo'yib berdi vatandosh 1962-yili. Mao Zedongning og'rinchiligi mushundaq bu. Mao Zedongdagi qaydoshlarning hammasi mushundaq bu, oxir madaniyat yiqiladi boshida. Boshbaharning fevralida agar Jiang Zemin sen cho'ng quruqlik yetib keladigan bo'lsang, cho'ng quruqlikdagi askariy armiya saqchi qism deganlar mana mushundaq yig'langa ayollarga o'xshaydi deydigan kinodagi ayollarning shunday obrazini yaratib Jungo Kompartiyasi armiyasi tushirgan edi. Shu vaqtda Jiang Zemin 1962-yili cho'ng quruqlikqa hujum qilmoqchi edi. Keyingi xabarlarda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati cheklab qo'ydi degan bilan to'xtab qoldi. Endi shungacha bo'lgan araliqda Jiang Zemin cho'ng quruqlik hujum qilaman dedi, hujum qilanmadi. Cho'ng quruqlikqa qaytib boraman dedi, qaytib boramadi. Cho'ng quruqlik va Tayvan masalasi bir taraf qilaman dedi, qilanmadi. Endi hozir bugun men to'rbita kelgan mavzu nima debdi? Rais Xi Jinping shuncha cho'ng gaplarni qildi, oqibati nima ish bo'ladi? Jiang Zeminning o'ziga aylanadi. Jiang Zemin qilolmagan ishni Rais Xi Jinping qilolmaydi. Ikkisi o'xshashli bir davlat rahbari bo'lib qoladi debdi vatandosh. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlarining bugungi Osiyo Tinch okean, ya'ni Hind Tinch okean siyosatining butun mag'ziga va shakliga, hammaga va tadbir choralariga hammasiga nazar solsangiz, esingizda bo'lsin, men bir qatim shunday so'zlagan edim vatandosh sizga. Bundan 80-yillar burun Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan birlashib, balki Jungo quruqligini urush maydoniga aylantirib, qo'shimcha Stalin bilan birlashib Osiyo Tinch okean rayonida urush qo'zg'an, urush ochgan Yaponiya militarizmini mag'lub qildi. 80 yil o'tdi. Tarix o'zgardi vatandosh. Zamon o'zgardi vatandosh. Bugun Amerika Jungo munosabati bir tarafda, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiya munosabati bir tarafda. Qisqasi Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiya bilan birlashib, endi Jungoga taqobil turadigan bir vaziyat 80 yillardan keyin hozir Osiyo Tinch okean rayonida o'tirg'i chiqdi vatandosh. Endi bugungi yana bir yangi xabar nima desangiz, yaqinda tuyuqsizlar. Bu dunyodagi cho'ng shirkatlarning, ya'ni moliya guruhlarining shirkat boshliqlari Beijingga kelib qoldi. Beijingda paydo bo'ldi. Hozir bu to'g'rida tafsiliy bir xabar kelmadi. Biroq bugun Sushaxoning so'zi bilan aytgan nima deydi desangiz, shu shirkatlarning shirkat boshliqlari bilan masalan tanlab turib degidek Rais Xi Jinping ko'rishmoqchi bo'libdi-yu, lekin bu shirkatlarning boshliqlari Rais Xi Jinping bilan ko'rishishni rad qildi. Yana birisi bilan ko'rishmoqchi deyilgan edi. Bu shirkat boshliqlari bilan masalan Benz mashina olma shirkati degandek bu cho'ng shirkatlarning boshliqlari. Bu xabarning rostligi yolg'onligiga yetib kelmadi vatandosh. Ammo shuni dediki, Sushaxo bugun olma shirkati, Benz mashina shirkati, shirkatlar Beijingga bordi, yig'in ochdi, yig'inga qatnashdi. Ular Rais Xi Jinping qabul qilamdi, qilmamdi. Keyniga qaytib aeroplanga chiqib, o'zining davlatiga, o'zining vataniga qaytishdi. Demak, dunyo moliya guruhi cho'ng shirkat boshliqlari Beijingga to'plandi. Beijingning siyosatini, Xi Jinpingning talab ehtiyojini va vazir
Li Chang'ın talep ihtiyacını red kıldı. Mana bu şey de vatandaş.